sizga mehmonlar, salom aziz tuqqanlar. Bugungi bu dasturxon ne sebepten uqqanlar? Bağrı daryo atılan mehri bulaq analar, boğqini azlab, ətvalab baqqanlar. Şu ətva boğaqlar, aziz bolsun omaqlar, aziz boğaq zakisi, boğuqiga yaqanlar. Salam qıldık üçümüz aziz görüp, öz görüp, aziz buaq üçün deb daryo kabi aqqanlar. Naq maydandagi barliq azizlar, hammanglarning Şinjan aziz buaqlar buyumlari çekiştirdiğinin yeni yıllık mərikisi üçün mana bu şu sorunumuzga qadam təşrif qılğanlarga merhaba. Hammanglarga 3 riyasətçidən otlu salam. Hoş geldinler, rahmet. Demek 10 yıldan köprek vaktin bu yan aziz boğaq şirketininki terakkiyatıga şahit olgan, boğaqlar hizmet üçün ter akkuzgan, ecir qilgan barcha aziz mehmonlar yana bir marta şirket nomidan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Aziz boğaq şirketining yeni yıllık kart mərikisiga daxil bo'lganlardan ko'p xursandmiz. Salam, ushbu güzel kunlarda ushbu güzel minutlarni biz bilan birga o'tkazishga ixtiyor etib, qimmatli vaqtini ajratib huzurimizga yetib kelgan barcha azizlarimiz hammanglarga oliy ehtirom. Xo'sh, aziz mehmonlarimiz, unda bo'lsa bugungi katta mərikimizga bizning qalb to'rimizning o'rni olgan, ma'naviyatimizga zo'q berib kelayotgan nurg'un aziz mehmonlarimiz yetib keldi. Shu aziz mehmonlarimizni qizg'in olq sadolarimiz bilan sahnimizga taklif etib olsak. Merhamet. Merhamet. Səhnimizdə Dilşad Raydin əfəndi. Dilşad Raydin əfəndi. Merhamet. Koydun orun alsınız. Əndi səhnimizə Şinjan Opera Uyumunun danlıq peshqadam aktyoru, dövlətlik birinci dərəcəlik artist, yana həmmimizin qəlbidəki Aypadam obrazı və yəni nurg'unlagan obrazı orqali xalqimizni güldürüb, xalqning xo'shaligi uchun bir umr iznib kelayotgan artistimiz, sevimli san'atkorimiz Xayrigul Hasan. Qanday Xayrigulada marhamat. Xayrigulada qanday marhamat. Qarşalımız. Yıqımlıq avaz bilan muhabbetlik qalblarni ilitib kelayotgan dаңlıq naqsh cho'lpinimiz, hammaning e'tirof qilishiga erishgan ko'p qirliq artistimiz Oblat Oblikov. Qarşalımız. Merhamet. Hoş geldiniz. Merhamet. Usul pervanesi, güzellik melikisi, her bir meydan usulları arqılı kişilerin yürekte tarını çekip kelayotgan, çoğun sahnelerde çaqnab, xalq qalbiga o'rnab ketgan dаңlıq usul cho'lpini Amangul Sidiq qarşalımız. Qanish kabi yasinib, ko'z kabi mana sahnimizda namoyon bo'ldi. Qarşalımız. Ras, bir melik kirib keldi. Şinjan Muqam ansamblining dаңlıq muqamchisi, Muqam shaydasi, Muqam varis deb nom elib xalq qalbini o'rn olgan dаңlıq naqshimiz Shirali Altekin. Qarşalımız, merhamet. Hey, Shirali Altekin. Hoş ovoz naqshimiz. Küldürgü çolpani, xalq san'atkori, her türlü humoristik obrazlar bilan, taqtuqlar bilan, abay taqtuqa deb nom olgan, hammaning e'tirof qilishiga erishgan dаңlıq cho'lpinimiz Habibullah Molla. Qani abay, marhamat. Qarşalımız. Hoş geldin. Sho'x kuyları bilan xalqimiz qalbini o'rn elayotgan talantli naqshchimiz Bilal. Qani, marhamat. Merhamet Bilal, qarşalımız. Tövende Şenju Aziz Boğaq Soğutçak şirketinin kurgucusu, Şinjan Aziz Boğaq Boğaqlar Buyumları Soğutçak şirketinin lideri Abdüsattar Nebi Efendi'ni hürmet alkışımız ile sahibini teklif ediyoruz. Qarşalımız. Büyük sorunumuzun sahipxaneye baş kahramanı Abdüsattar Efendi. Qarşalımız. Şinjan Aziz Boğaq Boğaqlar Buyumları Çek şirketinin direktörü Ablız Yusuf Efendi. Qarşalımız. Merhamet. Rahmet, hoş geldiniz. Qarşalımız. 泉州北爱宝宝商贸有限公司泉州台商投资区恒业织品科技有限公司总经理郑先生，欢迎您的光临，欢迎您的光临。湖南捷运生活用品有限公司总经理艾先生，欢迎您的光临。 Elbette bizim bugünkü faaliyetimizin ve hürmet törimizin orunlagan sanatkarlarımız, onundan başka yana joy-joylardagi vakolatchilarimiz, Aziz Boğaq şirketining eng vafodar, eng sodiq vakolatchilarimiz alayda qadam tashrif qildi. Mana shunday go'zal minutlarda bizningki qalb törimizdan o'rnagan muhabbatli kuylar bilan qalbimizni ilitib kelayotgan bizning dаңlıq bir ustoz sanatkorimizni taklif qilgim kelyapti. U bo'lsa-mu? Tevfikar ustozimiz. Dаңlıq kompozitör, tonulgan naqshchi
Ablet Ablekim efendi. Qarşı Qani alınız. sahnemiz siz uchun marhamat. Sebze gülüm, fidan gülüm, kökten baharı ve sundudur. Ettir gülüm, kızıl gülüm, sügü muhabbet sundudur. Fermanım her gün sana, üstünde her çak yapındırım. Gece gündüz ey daynava, yegane sen bir kol gülüm. Günüm canan bulup, canan bulup, canan bulup. Aşık gönülge çolpan bulup, çolpan bulup, çolpan bulup. Üstünge meptun buldum ecep, öçmey köyermen gülhan bulup. Üstünge meptun buldum ecep, öçmey köyermen gülhan bulup. Pervan emem her gün sana, üstünge her çağ meptun dedim. Gece gündüz ey daynava, yegane sen bir kol gülüm. Kalbimde sevgi deryaları, kılma gülümü veyran gülüm. Güller ara bir tane gülsen, güller mi sana heyran gülüm. Kalbimde sevgi deryaları, kılma gülümü veyran gülüm. Güller ara bir tane gülsen, güller mi sana heyran gülüm. Sebze gülüm, bizan gülüm, kökten baharı ve sundudur. Ettir gülüm, kızıl gülüm, sevgi muhabbet sundudur. Gülsen nurane aydın güzel, gülüşlerin şiirin gazel. Gülsen nurane aydın güzel, gülüşlerin şiirin gazel. Bulbul sübbetli köylep seni, bidar üzüm ezel ezel, bidar üzüm ezel ezel. Bulbul sübbetli köylep seni, bidar üzüm ezel ezel, bidar üzüm ezel ezel. Yüreğe o salgan gülek, davası yoktur senden bölek. Yüreğe o salgan gülek, davası yoktur senden bölek. Sebze gülüm, bizan gülüm, kökten baharı ve sundudur. Ettir gülüm, kızıl gülüm, sevgi muhabbet sundudur. Pervan emem her gün sana, üstünge her çağ meptun gülüm. Gece gündüz ey daynava, yegane sen bir kol gülüm. Gece gündüz ey daynava, yegane sen bir kol gülüm. Yegane sen bir kol gülüm. Qarsak mehmonlarimizmi asosan bayatdan sonimiz degandek Abdumrayimizning joy-joylaridan kelgan vakolatchilar qo'shini orqali texmi mo'llashibdi, texmi qilishibdi. Endi har bir oilada hammamiz bak atvorliq, lekin men o'ylayman bir oilaga bir buvoq paydo bo'lgandan keyin o'yninki padişah şu buludu, buvoq buludu. Çünkü hemmimiz şu buvoqni deb oilamiz shuning uchun xizmat olib ketimiz, paranib ketimiz. Demak, endi hammamiz uchun aziz bo'lgan shu buvoqlarimiz uchun qaytarqanib izlanayotgan eng sop, eng sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'lida to'xtamay izlanayotgan mana shunday bir korxonaning biz uchun katta yangilik maraka ham dasturxon sag'indan to'lim suyundik. Eng muhimi shu joy-joylarga vakolatchilarimiz, iste'molchilarimizning qo'liga o'z vaqtida sifatli mollarni topshirib berish jarayonida ko'p jafo chekdinglar, ko'riklik rolinglarni davomli joriy qildirishinglarni umid qilaman. Hakikaten Şinjan Azboğaq, Boğaqlar Buyumları şirketi 2008 yılı kurulgandan bu yan her bir aileninki bəxti, varisi buluvatkan
ailenin xotirjamligini butunlik yıkılgan şu omaq farzandlarimizningki ehtiyojini chiqishgan asosda 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon un-tunsiz izlanib, sifatlik, ishonchlik bo'lgan mahsulotlarni bozorga silib, Aziz Bovoq markasi hozir quloqqa yot anglanmaydigan bir mo'tabar markaga aylandi. Xo'sh, so'zimizning dalil sifatida tövende ishlangan bir qisqa film orqali Aziz Bovoq şirketiga texmi cho'nqillab kiraylik. Marhamat. Ona sevgisi dünyadaki en ulug' ve en mükemmel. Ot sevgisi dünyadaki kudretlik ve yemirilmez sevgilerden biri. Yeni can ona tenide yetilgen şu dakikadan başlap, ona kalbiga berdigan onalik huzuri, otalarcha sevgisi bilen bütün dünyanı özgü qartıdı. Ota ona deydi, men nemi bolsam mayli, farzandim uchun eng yaxshisini, eng sifatligini, eng sopni ishiltishim kerak. Oila deydi. Ailening putunligi, xushallıqı, baxti bo'lgan farzandining kulgisi uchun men hammani qilishga rozi. Jamiyat deydi. Ailedagi bovoq jamiyatning muhim bir a'zosi. Uning sog'lom o'sib yetilishi uchun kuch chiqarishimiz kerak. U taraqqiyotimizning asosi. Dunyo deydi. Farzand mening kelgusim, ümidim. Men güzel kelgusim, gullanishim uchun farzandlarni har qachon qo'g'dishim, asrashim kerak. Hamma deydi. Bu bizning mas'uliyatimiz, ham majburiyatimiz. Shundaq. Shu baxtli farzandlar dunyoga ko'z ichib, hamma tarafidan qo'g'diladi va asriladi. Farzandning sog'lom o'sib yetilishi uchun ularga ishiladigan har bir buyum eng yuqori talab, eng yuqori o'lcham bilan tanlanadi. 2008 yıl kurulgan Şinjan Aziz Bovoq Bovoqlar buyumları çeklik şirketi, ana shundaq intayin yuqori talab ve mas'uliyatchanlik talab qiladigan bovoqlar buyumlarini ishlab chiqaradigan şirket bo'lib, Şinjandagi tunji xos markasidagi bovoqlar buyumlarini loyihalash, ishlab chiqarish va setishni bir gavda qilgan korxona. Aziz Bovoq şirketi bovoqlar buyumlarini loyihalash, ishlab chiqarish, setish ve bovoqlarning fiziologiyalik taraqqiyotiga nisbatan mo'l amaliy tajriba, kasbiy iqtidor ve mükemmel bilim qurilmasiga ega bo'lgan yuqori saviyali xodimlarni tashkil topgan xos marka, xos yo'l bilan taraqqiy qilayotgan. Rayonimizdagi sifatlik, bexatar bovoqlar mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi bo'shliqni to'ldirish uchun ter oqqizib kelayotgan izlanguvchilar to'plashgan shirkat. Şirket kurulgandan buyon mamlakat ichidagi bovoqlar buyumlari ishlab chiqadigan nopozliq ishlab chiqarish korxonalari bilan o'zaro hamkorlik o'rnatib, ularning ilg'or texnikalarini o'zlashtirib, bovoqlar mahsulotlaridan zak turi, kiyim-kechak turi, yuvish buyumlari turi, botulka turi, emizgi turi ve turmush buyumlari qatorliq 5 cho'ng turdagi 100 xildan ortiq mahsulotni xalqimizning iste'mol saviyasi va rayonimiz havo iqlimiga moslashtirib, to'limiz sifatli ishlab chiqarib, keng ota-onalarning ishonchisiga, ommaning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelyapti. Aziz Bovoq şirketi 10 yıllık ajr, 10 yıllık muhabbat ve izlanish orqali oz bo'lmagan natijani qo'lga keltirdi. Şinjanning har qaysi rayonlarida cho'ng tipdagi qirq qilib, ommani holliq saviyaga yetkazish chaqiriq uchun kuch qo'shib keldi. 10 yıllık ishonch, 10 yıllık natija buninglik bilan tugagan emas. To'xtamay olg'a gellash, ko'lamini yanama kengaytib, maxsus ishlab chiqarish zavodi, maxsus setish do'konlarini qurib chiqib, sifatli, ishonchli mahsulotlarni ko'plab ishlab chiqarib, texnik ko'p ish o'rinlashtirish sharoitini barpo qilish Aziz Bovoq şirketining nishoni. Her bir ailenin azizi bo'lgan şu aziz bovoqlar uchun, bovoqlarimizning sog'lomligi, ailening baxti, jamiyatning yanama taraqqiy qilish uchun Aziz Bovoq şirketi 1 minutni to'xtab qolmaydi. Şinjan Aziz Bovoq Bovoqlar buyumlari savdo cheklik şirketi. Mübarek olsun. Aziz Bovoq şirketininki 10 yıllık musabisi nəhayət müfəssəl, təfsili bayan qılınıbdı. Şirinlarga barakat tilaymiz. Endi biz sahnamizga ataqliq artist, söyümlük san'atkorlarimizdan Dilshod Raydin efendimni taklif etsak, Dilshod Raydin efendimning yangi yillik sovg'asi hammalar uchun. Qani, marhamat. Üstten boyda sakladım seni, üzümlü küme sığındım seni. Üstten boyda
sakladım seni Üzümlü köyüme sığındım seni Kara kaşlı güzel yarim Aşkında izilsen leyletti cini Kara kaşlı güzel yarim Aşkında izilsen leyletti cini Yüreklerim kıymatıdır Ayga kara nakşayırsan Kıyırımdan yüreklerim kıymatıdır Ayga kara nakşayırsan Kıylarımdan yüreklerim kıymatıdır Ayga kara nakşayırsan Kıylarımdan yüreklerim kıymatıdır Kıylarımdan yüreklerim kıymatıdır Mening bilishimda Aziz Buvoq şirketininki 10 yillik musobaqasi chiqargan mahsulotlari bizga xili tonish. Men biladigan Zakoba, Ondan başqa yana bulmaqlar var. Nemişke degan chog'da mening bir kichik o'maq jiyanim bor. Davomli ashu jiyanimga bulmaq tanishib berish jarayonida davomli bulmaqlarni yavalatdim. Demak, mushu Aziz Buvoq şirketining bulmaqlari tetimliqli bo'lib qolmasdan balki yana meningcha ozuqlik miqdorimi intayin yaxshi deb o'ylayman. bulmoqni hozir yetib o'tamsiz. Men o'ylayman, men kichik vaqtimda mushu bulmaqlar bo'lgan bo'lsa, texmi chiroyli, texmi sog'lom, texmi aqlli cho'ng bo'lgan bo'ladi. Hozir rozi emas ekansizda, ruxsaringiz. Xeyli o'z turibsiz. Biz bu vaqtida Zaki yo'q, latilib olganda yo'g'abda qattiq quruq cho'ng olib ekanmiz. Mana hozirgi bolalar nima degan baxtlik. Shunchalik yumron, go'zal, o'z cho'ng bo'lyotdi. Demak, kelgusi parlaq bir davlatimizda yaxshi siyosatlardan bahramand bo'lg'ach, nihoyat sifatlik bo'lgan turmush afzalligidan nihoyat ahli, axloqiy, jismoniy jihatlarda sifatlik bir avlodlar yetishib chiqadi. Bu albatta biz faxrlanadigan, suyunadigan, jamiyatdan mamnun bo'ladigan tarafimiz. Undaq bo'lsa, bizningki yuqorqi so'zlarimizning dalili sifatida Aziz Buvoq şirketininki mushu turmush buyumlari, kiyim-kechaklarning go'zal model qizlarimizning qo'lida bir ko'rgan bo'lsak deb Bo'ladi. Omaq mahsulotlarni go'zal modellarninki qo'lida ko'rsak, texnik bizga zo'q berish mumkin. Qani, modellarimizni olqishimiz bilan sahnamizga taklif etamiz.
Hakikaten bu vakla yürüyüşleri bu soğuqatlı qilishqa, şundaqla şu yürek bağrımız boğan perzentlerimizni şu yumran, illiq qo'yniga oladigan yaxshi mas'ulotlar. İşimizga hozir bağansır turmuş süptimizning o'rlishiga ergishib, bizningki ko'ngil izhor qilishlarimizni nihoyat ma'noli bo'lyotidi, sifatga ko'tarilyotidi. Bu jihatda har millat iste'molchilarimizningki bu sifatlik mahsulotlarni oldin tanlab setib oladiganligiga ishonchimiz komil. Ondan başqa bizning bugungi yangi yillik katta faoliyatimizga ko'rib turganimizdek hurmat to'rimizdan o'rnagan nurg'un dangli san'atkorlarimiz, peshqadam ustozlarimizmi yetib kelibdi. Men mushta qarab mushu Xayrigul Aypatam adamga ko'zim tushib qoldi. Hammamizning ko'zi tushib turibdi. Bek tushib ketarmikan deb qanday hammalarning ko'zi tushsin. Tanilgan aktyorimiz, hurmatli ustozimiz Xayrigul Hasan xonimni olqishimiz bilan sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Yaxshimisilar? Aziz Boğaqның 10 yıllık musabisida bir-biringlarga aziz bo'lib kelgan barliq qarindoshlarim, men Xayrigul Hasandan sizlarga seg'inib salom. Baxtni har vaqt har odam o'zi uchun har tirishchilik ko'rsatib baxtli bo'lsam deb o'ylaydi. Şununla aziz Boğaqның her bir zakirleri, her bir soskalarını ben özümün etrafındaki her bir qeyrindaşlarımga soğukka vaktimde şularning çekirdeki baxt duygusundan özümün şundak aziz, şundak baxtli ekanligimni his qilaman. Şununla muşu aziz Boğaq ailesiga her biringlarning qo'linglarni tutuşup, müranglarga tirab, boshqalarning baxt uchun her vaqt baxtlik 11-yilning qadamini besishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. 那下面有请江西林丰药业有限公司江西 Spray 营养品有限公司副总经理陈女士，有请上台讲话，有请。尊敬的新疆爱宝宝音乐 Hürmetlik Şinjan Aziz Buaq Buyumları Çeklik şirketining barliq a'zolari, Şinjanning har qaysi joylardan kelgan vakolatchilar, tushlikinglar xayrlik bo'lsin. Bugun Aziz Buaq Buyumları Çeklik şirketining yangi yillik faoliyatiga taklif qilinganimdan baxtxush bo'ldim. Şinjan Aziz Buaq Buyumları Çeklik şirketi bilan hamkorlashqili 5 yil bo'ldi. Bu 5 yillik hamkorlik bizga Şinjan xalqining mehmondo'st, samimiyligini, şirketning a'lo sifatli mahsulot tutadiganligini, Aziz Buaq şirketining ta'sir kuchini his qildirdi. Biz tirishib yana Şinjandagi hamma bolalarning Aziz Buaqni tanlash uchun eng yaxshi sharoit hozirlaymiz. Hammanglarga rahmat. Yangi yilinglar muborak bo'lsin. Hamkorliginglarga rahmat. Bir-biringlarni davomli mana shunda qo'llab berishinglarni umid qilamiz. Undaqda biz endi sahnamizga usul parvanasi chiroyli qizimiz, ataqliq san'atkorimiz Amangul Sidiqni taklif etsak, bugun mana xonish kabi yasinib, to'zdek bugungi sahnamizda namoyon bo'ldi. Endi chiroyli usullar orqali hammanglarga tabrikini aytmoqchi. Qani, marhamat.
sana dəstə Xuşburat güllərgə oxşaysan Qarab sana həvəstə Gülsuna sana dəstə Xuşburat güllərgə oxşaysan La 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 Bugünkü yig'ilishimizga o'zininki taqqa tuqqu sifatlar bilan xalqimizga tanishib qo'ygan Küldürgü çolpanımız Habibullah Efendi'nin teklif bilen katnaştı. Qani Abay Efendi'nin qandaq yeni sovg'atlar bilen yetib keldikin sahnimizga alqışlarımız bilen Habibullah Efendi'ni teklif edimiz. Merhamet. Aylanayım haradım nege Hartayıp benim aşığım Baramam devey Ömrü sedey Yıllar geçserey Üstümde suyey Hakkı sesserey Ömrü sedey Yıllar geçserey Senin bir gecenin sındım ömürdün benim ömrü senin yıllar geçserin üstümde suyey tatlı seslerin ömrü senin yıllar geçserin Rahmet Ebeyka, monluq köyləriniz davamlı qaldı, üzülüb qalmışsın. İşinimiz ki, Şincan Əziz Bağ buyumları Soçəklik şirkətinin 2020 yıllık yeni yıllık keçiliki, manımı şundaq əzizlərimizdən qədəm təşrif qılışı bilən, şundaqla əziz sənətkarlarımızın küş bir işi bilən teximi əhmiyyət qaldı davam etkisi.
Bugünkü yig'ilishimizga yana Muqam varisi, Şinjan san'at yurti, Muqam ansamblininki talantli naqshchisi, o'zininki samarlik ijodiyatlari, jonliq ijrolari bilan qalb to'rimizdan o'rin olayotgan Sherali Altekin efendimi mana oldimizda turibdi. Alqishlarimiz bilan Sherali Altekinni mungluq kuylari bilan barcha mehmonlarga bir huzur ato qilishga taklif etamiz. Shundaqla Sherali Altekinninki chiroyli naqshlarga sevimli qizimiz Kamila Qurbonni bir javlon qilib berishga taklif etamiz. Rahmat. Vay badi deydu, yandi deydu, minnin yarimni,
yandi deydi minning yarimni minning yarimni vay igiz dalan açtı deydi bu yitalimni ayrey bu yitalimni örgülmen bu yitalimni ezilmez ayrey küllek ezilmez örgülmen küllek ezilmez ezilmez ayrey küllek ezilmez örgülmen küllek ezilmez vay kara yorga minme günce küllek ezilmez ayrey küllek ezilmez örgülmen küllek ezilmez Endi biz sahnimizga Xalq naqshini voyaga yetkazib o'rlab kelayotgan Şinjan Muqam ansamblining davlatlik birinchi darajalik san'atkori artistimiz Tursungul Qodirni taklif etmoqchi. Chavaqlaringlar boyaqidek so'z bo'lsa, qani marhamat. Jahanda toptular inson riyozetdi Raknamalıkni Kenine alışın neylep Kılıp bu can Kılıp bu can
Şinjan Aziz Buaq buyumları çekiliş şirketining mana bugünkidek şanlıq nəticələrini qo'lga keltirişi albatta sizlarga o'xshash mushundaq azizlarimizning uningdan boshqa yana joy-joylardagi vakolatchilarimizning ilhom madadlaridan ayirib qarg'ili bo'lmaydi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, amdiki minutlarda sahnamizga taklif qilganimiz Şinjan Aziz Buaq buyumları çekilish şirketining Qumuldagi bosh vakolatchisi qani undaq bo'lsa sahnamizda G'appar Basit efendim. Hürmetlik rehberler ve hizmetdaşlar, Şinjan'ın her qaysi rayonlardan kelgan vakolatchilar hem her saatin kelgan qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Qumul shaharlik Azizbuaq buaqlar mahsulotlarining vakolatchisi G'appardan hammanglarga o'ttiq salom. Bugungi Azizbuaq buaqlar mahsulotlarining yangi yillik faoliyatini o'tkazganligini qizg'in tabriklayman. Mana bugun biz qaynam tashqinlik va raqobat bo'lgan 2019-yilni uzitib, yangi ümitlerge intizar bo'lgan 2020 yilni kutilish oldida turmoqdamiz. O'tgan bir yilda partiya hukumatning yaxshi siyosatlarining ilhom bilan o'zimizda bor bo'lgan aloliklarni joriy qildirib, qiyinchiliklarni yengib, yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirdik. Bu jarayonda shirkat tarafdan mas'uliyat bo'lgan yangilik yaratish, mahsulot suhbatini texmi yuqori ko'tarish, sistemlik bo'lgan ishlab chiqarish, setish halqalarini mukammal birlashtirish, vakolatchilarga yaxshi bo'lgan qo'llash siyosatlarini berish, o'rtaq bozor echish jihatlarida yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Bizmi har qaysi rayonlardagi vakolatchilar o'zimizda bor bo'lgan aloyliklarni joriy qildirib, tirishib bozor ochdik. Ishonmanki, partiya hukumatimizning xususiy elektrik korxonalarini qo'llash siyosatlarining nurasida ham shundaqla hammamizning o'rtaq nishon uchun tirishishimiz orqasida Azizbuaq buaqlar maslahatlarining kelgusi texmo parlaq bo'lg'isi. Ko'pchilikka rahmat. Xo'sh, aziz mehmonlarimiz, biz bugun Şinjan Aziz Buaqlar buyumları çekiliş şirketiningki 10 yillik musobaqasi aslangan yangi yilga dag'dug'i bilan qadam tashlagan katta ma'rakaga daxil bo'ldik. Biz rayonimizdagi mana shunday izlanishchan farzandlarning ehtiyoji uchun yangilik yaratayotgan korxonalarimizning bo'lganidan faxrlanamiz va ulardan so'yinamiz. Shunda bugun haqiqatan o yangi yilning oldidagi nihoyat bir katta bir sovg'at bo'ldi desak ortiq ketmaydi. Naq maydondagi barliq aziz mehmonlarimizni aziz qildik, bularni rozi qildik deb o'ylayman. Mush munosabatlar bizning naq maydonimizga kelib, mana shu sovuqni sovuq demay, Aziz Buaq shirkatining Buaqlar buyumlari çekiş şirketining katta yangi yillik faoliyatiga daxil bo'lgan barliq do'stlarimizga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga mushu Aziz Buaq shirkatini davomli qo'llab berishinglarni har vaqt umid qilamiz, istaymiz, taqazamiz. Albatta bundan keyin Aziz Buaq shirkatining ishlarining barakatli bo'lishini, mangu mushundaq aziz bo'lib turishini umid qilamiz. Kelar yili Mehmonlar